Qashqadaryodagi shifoxonada voyaga yetmagan qiz vafot etdi. Voqea viloyatning Kasbi tumanida ro'y bergan. Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 30-avgust 2025-yildagi bergan xabariga ko'ra, Kasbi tumani Qamashi mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi voyaga yetmagan 2016-yilda tug'ilgan qizning tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limida vafot etganligi haqidagi xabar kelib tushgan. Ushbu xabarga ko'ra, tezkor tergov guruhi tomonidan hodisa joyi ko'zdan kechirilib, o'lim sababini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Sud tibbiy ekspertizasining 30-sentyabr 2025-yildagi xulosasida marhuma hayotlik davrida ORV, ikki tomonlama bronxopnevmoniya va boshqa kasalliklar bilan og'rib kelgan bo'lib, uning o'limi shu kasalliklarning asoratlanib ketishi jarayonida rivojlangan o'tkir yurak qon tomirlar hamda poliorganlar yetishmovchiligidan 30-avgust 2025-yil kasalxonada ro'y berganligi qayd etilgan. Mazkur holat yuzasidan Kasbi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, natijasiga ko'ra 30-sentyabr 2025-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qaror qabul qilingan. Bosh prokuror matbuot kotibi holat bo'yicha yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. Mazkur qaror va to'plangan hujjatlar nazorat tartibida o'rganilib, 2-fevral kuni jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qaror bekor qilingan va tergovga qadar qo'shimcha tekshiruv harakatlari tashkillashtirilgan. Ushbu voqeaning natijasi haqida biz ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ma'lumot beramiz. Millar marhumaning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiradi.